boyda ham, kambag'alda ham ketishi bir xil bo'ladi. Boy ham o'sha kafanga o'raladi, kambag'al ham o'sha kafanga o'raladi. Boy ham o'sha tobutga tushadi, kambag'al ham o'sha tobutga tushadi, iloji yo'q. Boydiki tillodan, kambag'aldiki taxtadan bo'lmaydi. Boydiki ham, kambag'aldiki ham o'sha bir xil bo'ladi. Lekin amallarga bog'liq bo'lib qoladi. Hayotlik vaqtingizda Alloh mol, dunyo, davlat bergan bo'lsa, ba'zi bir insonlarni o'zingizdan past sanab o'tmang dunyodan. Olib ketolmaysiz, qolib ketadi hamma narsangiz. Ijaraga ishlatib yuribman deb biling u narsani. Sizdan zo'ridan ham qolib ketgan. Siz unga ustun bo'lib qola olmaysiz, sizdan ham qolib ketadi. Boshingizga bir musibat tushdi. Bir qiyinchilik ustida siz sinalyapsiz nima bilandir. Qiynalib ketdingiz, lekin o'sha muammolarning yechimini topishga harakat qilib, sababini qilib yuribsizmi? Allohdan keladigan bir yaxshilikni kuting. Noumid bo'lmasdan nolimang, alhamdulillah, shukr deng, chunki siz vaqtida Alloh taologa niyatlaringizni, orzularingizni oshkor qilgan bo'lishingiz mumkin. Nimaiki muhtojligingiz bo'lsa, nimagadir muhtoj bo'lsangiz, vaqtida Allohdan so'raganmisiz? Menga ham bergin shu narsalarni deganmisiz? Asosiysi halol yeb, halol topib yuribsizmi? Bu sinovlar, bu musibatlar bekorga emas. O'sha qilgan orzu niyatlaringizni, siz xohlagan narsalarni eshigi bo'lishi mumkin bu musibat, sinovlar. Alloh taolo ataylab sizni sinayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir harom yeb yurgan insonlarga havas qilib, bu ham harom yeyapti, zo'r bo'lib ketyapti bu. Nimaga men halol yeb turib zo'r bo'la olmayapman demang hech qachon. Harom yeb yugurib ketayotgan insondan halol yeb sekin yurib ketayotgan inson yaxshida. Harom yegan inson bir kun kelib yiqiladi. Siz halol yeb sekin yurib oldidan o'tib ketasiz. Eshitding oxirgacha, juda qiziq savol, kerakli bo'lgan savol. Buni javobini ko'pchilik topolmayapti. Hozir kommentariyaga yozasizlar, topamiz, xo'pmi? Hozirgi paytda ajrimlar ko'payib ketyapti. Bunga arziydigan sabab bormi? Shu darajada ko'p ajrim bo'lishiga sabab bormi yoki hamma insonlar o'zi yolg'iz qolib, o'zi uchun faqat o'zi harakat qilib, umuman yolg'iz bo'lib yashashni xohlayaptimi? Ko'ngil shu narsani xohlayaptimi yoki oila buzilishiga, ajrim bo'lishiga sabablar kuchlimi? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha hozir hamma inson o'zim uchun o'zim yashayman, o'zimga o'zim boshliqman. Hech kim meni yo'limga to'g'anoq bo'la olmaydi. O'zim aytganim bo'ladi, o'zim aytganimni qilaman deydigan bo'lib ketgan, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Yozing xullas. Kibr, manmanlik bir kun kelib insonni yo'q qiladi. Ishonavering shu gapimga, bir kun kelib kibrlanganingiz, manmanligingiz sizni o'sha chuqurlikka olib boradi. Yiqitadi o'shga borib. Hozir qo'lingizdagi bor narsa bilan katta ketib, o'zingizdan ko'ra jicha ishlar yurishmay yurgan insonlarni mensimayapsizmi? Esingizdan chiqarmang. Alloh sizga bergan, unga ham berib qo'yishi mumkin. Alloh sizni boy qildimi, kambag'alni ham boy qilib qo'yishi mumkin. Allohga oson. Unchalik katta ketmang. Bugun oyoq ostidagi o't bor-ku, yerdan chiqadigan o't. Oyog'ingizda bosib yuribsiz. Ertaga o'lganingizda qabringiz ustidan o'sib chiqadi. Esingizdan chiqarmang. Assalomu alaykum, xayrli kech. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz joyidami? Nimaga xomushsiz? Yana diqqat bo'lib yotibsizmi, o'zingizni qiynab? O'tib ketadi hammasi. Videoda nimaga qo'yapman? Sizga bir nimani uxlash oldi eslatib qo'ymoqchiman. Yaqin insonlaringizni Allohga omonat qilib topshirishni eslatib qo'ymoqchi edim. Sababi Alloh taolo omonatga xiyonat qilmaydigan yagona zot. Niyat qilingki, Allohim senga yaqin insonlarimni omonat qilib topshirdim deng. Chunki uxlab uyg'onmaslik bor. Uyg'onganda topa olmaslik bor.
Siz ham ko'rib turgan inson. Siz ham meni yaqin insonimsiz. Allohga omonatsiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Shoshilmang, gaplashamiz ozgina. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz joyidami? Kayfiyatingiz yo'q. Yuzlaringizdan bilinib turibdi-yu. Qarang, bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Vaqti kelib dunyodan o'tib ketamiz. Qimmatbaho vaqtingizni kimlarga sarflab yuribsiz? Kimlar haqida o'ylayapsiz? Kimlar haqida qayg'urib, kimlar uchun vaqtingizni bekordan ketkazyapsiz? O'zingizni ham hurmat qilishni bilasizmi? Boshqa insonlar hurmat qilyapsiz-ku, e'tibor beryapsiz u insonlarga. Mehribonchilik qilyapsiz. Siz ham insonsiz. Qachon bir o'zingiz uchun vaqt ajratdingiz? Men o'zimni yaxshi ko'raman deb qachon o'zingizni qadringizga yetdingiz? İnsonlarga mehribonlik qilib, u insonlarga yaxshilik qilib nima bo'ldingiz? Oxiri yomon insonga aylandingiz. Qilgan yaxshiligingiz unutilib ketdi. Hech kim qolmadi oldingizda. Qachongacha? O'zingiz bilan qolishingiz aniq-ku oxirida. Nimaga atrofingizdagi insonlar uchun yashashingiz kerak? Bugundan boshlab o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizni seving. O'zingiz uchun ko'proq vaqt ajrating, xo'pmi? O'zingizdan foyda. U insonlardan foyda yo'q. Bugun sizdan foydalanadi, ertaga sizdan voz kechib ketishadi. Yaxshiliklaringiz unutilib ketadi. Sizdan zerikishganida sizga tuhmat toshi otib, sizni yomon otliq qilib, baribir voz kechib ketishadi. Qilgan yaxshiligingiz qolib ketadi shunchaki. O'zingizga qilgan yaxshiligingiz, o'zingizga qilgan e'tiboringiz, o'zingizga qilgan mehribonchiligingiz qoladi xolos. Bugundan boshlab o'zingiz uchun yashashga harakat qiling, xo'pmi? Sog' bo'ling. Siz qanaqa odamsiz? Qanaqa insonlarning farzandisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Video ko'rib o'tirgan vaqtingiz chiqib qoldimi? Bu bejizga emas-da. Men o'ylab qarasam, anchadan beri sizdan hol-ahvol so'ramagan ekanman. Nima gaplar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nimaga xomushsiz? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Yo kimnidir sog'indingizmi? Yo kimdir tashlab ketdimi sizni? Bitta gap aytaymi? Siz yolg'izmassiz. Kim bor yonimda demoqchimisiz? Yoningizda bo'lmasa ham, men sizni yoningizdaman. Telefonda bo'lsa ham. Nima bo'lganda ham, kimdir tashlab ketganda ham kayfiyat tushirmang, xo'pmi? Siz juda yaxshi insonsiz. Yomon insonlar siz oldingizda o'zini noqulay his qilganidan sizni tashlab ketishadi. Yomoni ketib, yaxshisi keladi albatta. Hech qachon kayfiyatingizni tushirib, o'zingizni ojiz bunaqa ko'rmang. Siz juda kuchli insonsiz, xo'pmi? Qachon zeriksiz, o'zingizni yolg'iz his qilganingizda, mana menga yozing. Yuzma-yuz gaplasha olmasak ham, shu yozishib, dardlashib, xo'pmi? O'zingizni ehtiyot qiling. Hech qachon yolg'iz emassiz. Mana men yoningizdaman doim. O'zingizni ehtiyot qiling. Hammaga yordam berasiz, ko'ngliga qaraysiz u insonlarni. Lekin o'zingizga kimdandir yordam kerak bo'lgan paytida hech kimni izlab ham topa olmaysizda. Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz? Ayb o'zingizda. Chunki u insonlarga keragidan ortiq e'tibor berasiz. Keragidan ortiq yordam berasiz. Ko'ngliga qaraysiz u insonlarni. Ularda o'zingiz o'rgatib qo'ygansiz shu narsaga. Men u insonga hech nima qilmasam ham menga yordam beradi, menga mehribon, meni ko'nglimga qaraydi deb o'ylaydi. Hammasiga o'zimiz aybdormiz. Shunaqa. Hali shunaqa kun keladiki, seni qo'lingdan hech nima kelmaydi deb
nazariga ilmagan insonlar vaqti kelib sanga havas ko'zi bilan qaraydi. O'sha kun albatta keladi. Ungacha o'zingni ehtiyot qil, maqsadlaring yo'lida hech qachon to'xtab qolma. Alloh xohlaganini bandasi o'zgartira olmaydi. Shuni hech qachon unutma. Insonni ham isqirti bo'lar ekan desam ishonasizmi? Qarang, men hozir sizga isbotlab beraman. Bir insonga foydasi tegib tursa-ku yaxshisiz. Lekin foydasi tegmay qolsa, u inson sizdan voz kechib ketadi. Shunaqa insonlarni isqirt deyishar ekan. Atrofingizdagi insonlarga bir nazar soling. Qanaqa insonlar bilan do'stsiz? Qanaqa insonlarga yordam beryapsiz? Yordam bera olganingizda ular qanaqa munosabatda? Yordam bera olmaganingizda u insonlarning sizga bo'lgan munosabatiga e'tibor bering. Men hech kimdan xafa emasman. Xursand ham emasman. Lekin kuni bo'yi kulib, hazil qilib yura olaman. Lekin yolg'iz qolganimda dardlarim, hayollarim meni o'ldiradi. Lekin hech qachon unutmang, men hech kimga muhtoj emasman. O'zimni manfaatlarim yo'lida hech qaysi insondan foydalanmayman. Kimnidir yonida qolgan bo'lsam, bu insonni yaxshi ko'rganligimdan, bu insonni hurmat qilganim uchun yonidaman. Hech qachon esingizdan chiqarmang. Sizdan voz kechib ketmoqchi bo'lgan insonni hech qachon yoningizda olib qolishga harakat qilmang. Ketishni xohlayaptimi? Ketsin. Qadringizni hech qachon yerga urgizib qo'ymang. Ishoning, siz undan zo'riga loyiqsiz. Oldingizda qolishni xohlagan inson ketishiga 1000 ta sabab bo'lsa ham, o'sha 1000 ta sabab ichidan qolish uchun bitta sabab topib siz yoningizda qoladi. Ketishni xohlagan inson bo'lsa, qolishiga 1000 ta sabab bo'lsa ham, o'sha 1000 ta sabab ichidan ketishiga bitta sabab topib, albatta sizdan voz kechib ketadi. Ketmoqchimi? Yo'lini to'smang, ketsin. Doim ayolidan nolib, ayolidan shikoyat qilaveradigan erkaklar bormi? Boraveramizda shunaqa. Shular bir eshitsinda buni. Xuddi shunaqa bir erkak bor ekanda, ayoli yursa ham, tursa ham, uxlasa ham, uyg'onsa ham undan ayb axtarib, uni orqasini kavlash bilan vaqt o'tar ekan. Bir kuni erta tongda ayolini chaqirib, kechasi bilan quruq yotib chiqding, meni uxlatmading. Qachon bu holatdan qutulaman? Haligi ayol bechora ming hijolat qilib, erini oldida nima qilishni bilmasdan, "Men unaqa qilmayman, quruq yotmayman." Endi ayol kishi nima qiladi? Hijolat bo'lganidan ham tan olmayapti-da. O'sha kuni kechasi hali ovoz yozadigan uskunami, apparatmi, o'shanda isbotlab beraman senga. Tan olmadingmi? Endi o'sha narsani isbotlab beraman deb kechasi hurriyaga otishini kutib uxlamabdi-da haligi erkak. Shu ayolini aybini isbotlayman debdi. Ovozini yozib olibdi. Ertalab turib, endi o'ziga eshittirib isbotlab beraman. Endi shunda ham tan olmasmikin desa, ayoli nafas olmayotganmish. Shu oxirgi kechasi bo'lgan ekanda. Issiq jonda qachon o'lishini bilmaydi hech kim. O'sha ovoz yozish uskunasidagi ayolini hurrab yotgan ovozi bor-ku, u erkak uchun eng sevimli ovoz bo'lib qolgan ekan. Boshqa ayolini ko'ra olmaydi, u jivoy deydimi, nima deydi? Endi kechasi bezovta bo'lmaydi, hurrab yotmaydi. U ayoli yo'q endi. Kechasi bilan o'sha hurrab yotishini yozib olgan-u, o'shani eslab, o'shani eshitib uxlaydigan bo'lgan ekan. Qarang. Bu ayol kishi ojiza bo'lsa, undan xato kamchilikni axtarib topaversangiz, ezvorish ham bo'lmaydi ayol kishinichi. Bu ayol kishi sizga suyanadi doim. Yo siz ayolingizga suyanasizmi? Siz erkak kishisiz-ku. Siz o'zingizni ayblaringizni ko'rmaysiz.
ayolingiz aybingiz betingizga yetsa, yana bechora ayol kaltaga yeydi, so'kishga ham eshitadi, xizmatingizni ham qiladi, bola chaqangizni ham tarbiyalaydi, issiq sovug'iga, hamma yo'g'iga xabar oladi. Gap ham eshitadigan ayol, kaltakni ham yeydigan ayol. Yaxshi bas bu. Hamma narsani shu ko'z o'ngimizda borligida qadriga yetishimiz kerak. Shuni bog'lab bir joyga qoqib qo'ymaganda, mana shu umrbod abadiy sanga bunaqa gap yo'q-da. Hamma narsa borki, vaqt kelib yo'q bo'ladi. Pul topishga aqli yetib qolsa erkak kishi kerak emas. Sani gap so'zingni eshitib, so'kishingni eshitib o'tiramanmi? Sassiq paypag'ingni yo'q. Bundan ko'ra o'zim pul topib, o'zim eplab yuraman. Kerak emas deydigan ayollar juda ko'payib ketdi hozir. Esingizdan chiqarmang shunaqa ayollar. Erkak kishi 100 so'm topsa baraka bo'ladi. Ayol kishi 100 ming topsa o'sha 100 so'mlik barakani olib kela olmaydi. Alloh erkakka bergan barakani. Esingizdan chiqarmang. Eringizni behurmat qilmang. 3-4 so'm pul topib. Topmayman o'sha pulni, topmayman deng, ishlamayman dengda. O'sha eringiz sizni ishlatmaydi. Qorningizni boqadi, ustingizni but qiladi qo'lidan kelgancha. Alloh qodir qilganicha. Nimaga shu sabab hozir oilalar buzilib ketyapti? Men endi shu holatimda o'tib ketaman deb diqqat bo'lyapsizmi? Ishonasizmi? Alloh sizga siz o'ylagandan ham zo'rini atab qo'ygan bo'lishi mumkin-ku. To'g'rimi? Yo noto'g'ri? Siz ko'ngilda cho'ktirmang. Odamlarni gap so'ziga e'tibor bermang. Hali shunaqangi kun keladiki, ishonasizmi? Bu kunlaringiz ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Hozirgi kuningizni eslab shunday kulib qo'yasiz bitta. O'sha kunlarni bekorga o'tkazmagan ekanman. Shu kunlarda sababidan bo'lgan ekan. Sinov dedim ekan. Sinovdan o'tdim. Alloh mana shu kunlarni ham menga ko'rsatdi. Alhamdulillah deysiz. Ungacha sabr qiling, o'zingizni charchatib qo'ymang. Sog' bo'ling.